Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Bizani uzoq yaqindan ko'rib, kuzatib o'tirgan bu safarda yurgan vatandoshlarimiz bugun ham sizlar uchun navbatdagi hovli joy sotib chiqdi. Ajoyib metropolitenada joylashgan, narx ham ajoyib arzon narxda bo'lgan. Salkam 200 kvadrat metr ishi ko'rib turgan hovli joyni sotib chiqdi azizlar. Manzillari mo'ljal bo'ladi. Urganch Chakka Ziyod do'koni orqa tarafida azizlar. Ajoyib zo'r lokatsiya. Gaz, suv, suvdan ham muammo yo'q. Maktab, bog'cha, transportdan 18-28 o'tib turibdi yo'lning ustidan azizlar. Ajoyib metropolitenada Chakka Ziyod do'konidan ko'pchilik biladi. 2 qavatli tayyor holatda yasalib o'tirgan hovli joyni ko'rib danishib chiqamiz. Bog'in ham ega, plus narx ham video davomida yozib qoldiramiz, aytib o'tamiz. Sizlardan keyin boshda bir like'lar bo'lsa, like'ni bosib videomizni oxirigacha ko'rib boring. Ajoyib arzon narxda aziz yurtdoshlar. Ko'chasi amina, yengina, bir emas, 2 mashina polni sig'ishib o'tadi aziz yurtdoshlar. Zo'r bahoda lekin 195 metr kvadrat kadastr hujjatında. Hujjatlardan muammo yo'q. Eldan meni shunday deb quyilgan. Mashinaga turmoqqa navi satib bersangiz, kozirok qilib mashina tenda qo'yaverasiz. Zeleniy zonasini ham ega azizlar. Zinalar quyilgan, stupinka qilib, gazina gap turib cho'chishlari. Fasaddan ishi bir tushgan, ko'pchani yana bir taxlashtirib bersangiz boshqa rasxoti yo'q azizlar. Zinalar ham yana burchatga yetib bersangiz, eldan ham burchatga qilib bersangiz, cho'tki bo'lib turaveradi. Eshiklar ham sifatli demir eshiklardan suv to'chiga ham chiqqan aziz yurtdoshlar. Bismillah deb hovli joyimiz ichkari qismiga giramiz. Ichkari qismiga kirgandan keyin shuning dalon bo'ladi. Dalon ham minnatdor emas azizlar. Yengina, ajoyib, normal dalon. Dalondan meni azizlar yengina ko'rib tursa, ajoyib. Girkasiz shuning dalon, oyoq telar, taxta pol, registrlar, profil registrlardan isitish tizimi, tochkalar bor, rakvina, suv tochka yeb turibdi, suv sho'chishga meni tayyor nasozlari bilan. Hovli joyimiz aziz yurtdoshlar 2 qavatli svetdan chiqqan fondan. Xolasangiz obuy qilib berasiz, xolasangiz o'zingiz hozirgi high-tech usulda remont qilaverasiz. Endi avtomat kulchatirlar bor. Ajoyib. Dalonni ko'rsatdik. O'ng tarafda birinchi xona bo'ladi. Eshiklar ham taxta eshiklardan laklangan. Ajoyib. Mustahkam, sirli. Girganingizda shuni zal qismi bo'ladi. Batareyalar, cho'yin batareyalardan yenglashtirib qo'ydilar. Ko'chishga tayyorgarlik etib. Oynalarni ko'ring, e'tibor bering azizlar. Oynalar profili, qalin profil, ichida shotlankalari qo'yilgan. Qimmat yuradi. Buni bilgan biladi aziz yurtdoshlar. Biz endi akfa oynalardan, eshiklardan tushunchamiz bo'lgani uchun aytayotimiz. Shotlanka qo'yilgan ichine. Profil ham 6000 lik profilmi bu bilmayman ish qilib. Qalin profildan podokkonniklar qilingan bular ham qimmat sifatli profil ham zolotoy dub profildan plastikdan cho'yin batareya ajoyib zo'r qizdiradigan cho'yin batareyadan. Bu ham svetdan chiqib turibdi aziz yurtdoshlar. Endi bu ham undan bir kichkina emas. Har xonaning tenda podol bor ekan. Kichkina emas, normal holatda azizlar. Lampocha qo'yilgan deb bir lyustra ildirib bersangiz tayyor holatda bo'ladi. Pardalar ham tayyor holatda. Ikkinchi xonani ko'ramiz hozir. Aziz obunachilar, endi mehmonxona zalni ko'rib chiqamiz. Hozir ko'rsatgan joyimiz yotoqxona, spalniy komnata edi. Eshiki, oynali eshikdan, bu ham taxta eshikdan azizlar, mustahkam, sifatli, laklangan, oynasi qo'yilgan. Ve giramiz yine zalni kengligini qaranglar. Oho. Keng zal yana. 20-30 odam bemalol sig'dirsa bo'ladi. Cho'yin registr batareyalar svetdan chiqib turibdi. Beri televizor podstavka qo'ymoqqa tayyor shunday figuralar berilgan azizlar. Lekin zal ham kichkina emas ekan, keng ekan. Bu yerda yana qo'rg'asini ichcha buni bir 20 dan ziyod qo'rg'ali cho'yin batareya qo'yilgan. Chunki zalni kengligini qarab qizdirib berish uchun
Qo'rg'asi ko'p chug'unli batareya qo'yilgan. Yana bu bog' tarafi ozgina bog'lamaga ajoyib. Yening. Bog'ni ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Plastik akvarammadan podokонник ham qilingan. Tayyor holatda. Fondan chiqib turibdi. Gengina zal. Bemalol to'y, tomosha, yaxshi kuningiz, tadbirlarni uyda so'sangiz bo'ladi. Bemalol sig'ishadi mehmonlar. Zalni ko'rsatib o'tdik azizlar. Endi hozir mana ikkinchi qavatga ko'tarilmasdan bunun kuxnya, ya'ni ayollarimiz her doim kundalik jarayonda ishidan oshxonani ko'rsatib o'tamiz. Donishtirib. Kuxnya meni kichkina emas, yengina azizlar. Endi kuxnyada bu yerda fartuqlarni qilib berib, kuxni garniturini qistirib bersangiz, tayyor kuxnya bo'lib turibdi o'zingizga. Ayollarimiz uchun. Yengina, oyoq tellari 100% taxta poldan azizlar. Shuna e'tibor beringlar. Bu yerdan bir tochka bor. Bu yerda akfa radiator tochkadan qo'yilgan ekan, podokонник, oynalarga aytganimizning deshanakar aynalar shotlanka bilan qilingan, ichlari zolotoy dub plastik profillardan qilingan, ruchkalar ham sifatli. Azizlar, har bir detalga e'tibor beringlar, sifatli, qimmat ramlardan qo'yilgan ekan. Podokонник ham yana bu plus alohida pula yuradi. Buni tushunganimiz uchun aytayotimiz. Ben tarafda o'taverishda azizlar, sanuzel oyoqda zina qilingan ekanda, sanuzel kirmashin tochkayna, 100% kafeldan chiqqan sanuzelning endi kengligini qaranglar. Oho, mana. Ariston bor. Endi bir patologik shunday plita ko'rinib qolgan ekan, patologni beklab bersangiz bo'ladi ustini plitani. Katyon shu yerda joylashgan ekan azizlar. Mana. Nasozi bor, aylantirib beradigan sirkulyarini. Lekin gengina ekan. Sanuzel gengina bonyesi. Eshik ham alyumin eshikda akfa. Ben taraf bog'a chiqadigan bo'lsak, bog' tarafini ko'rsatamiz. Bog' tarafi ham ajoyib qolgan azizlar. Kichkinagina bu qolmagan, yana zeleniy zonasi bor. Bog'inda yine ajoyib bog'ina ega, gengina. Yine azizlar. Bu yerda xolasangiz ko'tarib beran bir klodopcha etib o'rib diklab bersangiz ham bo'ladi. Xolasangiz ustini novis bilan betlab qo'ysangiz, barbekyu zona bo'lib turaveradi aziz yurtdoshlar. Yine yozgi hojatxonasi ham boy menda. Yozgi hojatxonasi ham ega. Bog'i lekin zo'r ekan, lekin bog'i normalniy qolgan. Kichkina qolmagan azizlar. Shuna ham e'tibor beringlar. Bize o'zbeklarimiz no kerak, bog' kerak. Ajoyib, to'y tomoshangizni bemalol so'lsa bo'ladi yana bog'ni. Aytganim ustini novis etib bersam, meni proyektim, meni fikrim barbekyu zona bo'lib turaveradi. Tayyor bo'lib. Yozgi hojatxonasini ham ega. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatga chiqamiz. Bu yerda meni tashab o'tilgan tochka. Ikkinchi qavatni obzor qilib danishtirib chiqamiz. Undan burun sizlarga birdan like so'rayman azizlar. Ko'p narsa emas, bir like'larni so'rayman. Bir like'larni bosib dursangiz bu videorolikimiz ko'p odamga tarqaladi, manfaati deydi. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz, ko'rib kuzatib boravering. İkinci qavatda yana zinalar ham taxta zinalardan. Bir ses chiqmaydi, sifatli mustahkam zinadan. İkinci qavatga chiqqanimizdan keyin shunday katta dalan hol qismi bu yerda joylashgan bo'ladi. Cho'yin registr batareyalar qo'yilgan bu yerda. Podokонник aytganimdek oynalar sifatli ramlardan. Podokонник ham ega. Bu yerda shunday figura aytganlar chiqqandan keyin xonalar bilan danishtirib chiqamiz azizlar. Spalniy komnata. Ya'ni svetdan chiqib turibdi. Hovli joyimiz 100% однотомный svetdan chiqqan azizlar. İkinci qavatni oyoqda laminat pol qilingan ekan. Shuna ham e'tibor beringlar. Bu yopiq turibdi bu xona, bu yerda mayda-chuydalarni qo'yibdilar. Kichkina komnata, bu yana zal. Bu ikinci qavatdagi zal ham kengina qolgan. Bir emas, ikki tochka cho'yin registr batareyalardan ko'rib turganingizdek ikki oyna deshana qaragan.
Lamsiyetdan chiqib turibdi, patologlar figura berilgan, lampicha qo'yilgan. Ne deydi? Oyoqda laminat pol. Ajoyib eshiklar, taxta eshiklardan. Ining azizlar. Zo'r bo'lib turibdi. Hovli joyimizda gap yo'q aziz yurtdoshlar. 1-2 joyni bir asfalt etib beraman desangiz, to'g'ri kelib yashaydigan. Sizlar bilan 2 qavatli 195 metr kvadratga ega bo'lgan hovli joyni ko'rib, obzor qilib chiqdik. Mo'ljal Urganch Gullan yo'li Chakka Ziyat do'koni avvalgi yonida joylashgan bo'ladi. Oriental. Shuni orqa tarafi. Marshrutlardan 18-28 o'tib turibdi. Damas, avtobus, gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Maktab, bog'cha hammasi mujassam azizlar. Mahallam tinch, ko'chaga ham gap bo'lishi mumkin emas, ko'chalar ham yengina. Narxidan keladigan bo'lsak, narxi 720 million so'm. Ustida qaytib kelishimi bor. Obmen barter variantlar ham bor. Görüşüp üstünde gaplashiladi. Kvartira ya bo'lmasa mashin. Xullas, obmen barter qiladigan narsangizga bog'liq azizlar. Ikkilamchi bank orqali olaman degan yurtdoshlarimiz uchun ikkilamchi variantlar chiqmaydi. Chiqadi. Lekin 3 yildan o'tmagan nologi bor. Aziz yurtdoshlar. Shuning uchun faqat obmen barter variant bor, keyin naqd pul bor. 720 million so'm aytilib turibdi, ustida qaytib gelişimi bo'ladi. Sizlardan bir like olsun, kanalımızı görüp kuzatib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Siz ham uyingizni yo bo'lmasa noturar binangiz, dükkanınız, yer o'rningizni sotib olmay o'tiribmisiz? Bizlarga telefon eting. Bizlar bilan tez va oson sotasiz. Bizlarda YouTube'dan tashqari Instagram, Telegram kanallarimiz ham mavjud. Umumiy qilib aytganda 4 kanalga reklama qo'yib chiqarib beramiz. Sotishingizda o'zlarimiz amaliy yordam qilamiz aziz yurtdoshlar. Uy joy xarid qilaman, yer o'rni natural xarid qilaman desangiz, kanalimizni ko'rib kuzatib qo'ying. Siz uchun arzon, hamyonbop, yaxshi lokatsiyada joylashgan uy joylarimizni ko'rsatib boramiz. Bizlar bilan xarid qilishingiz oson bo'ladi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Niyat etgan bo'lsangiz, bu hovli joyimizni yaqinlaringizga, yurtdoshlaringizga tarqatib yuborib qo'yinglar. Bir like'larni bosib, keyingi videolarımızda görüşünce hayır, sağ selamet bulunma deyimiz.